Assalomu alaykum. Demak, bu bizni Writing Task 1 kursimizning ikkinchi darsi bo'lar ekan. Har doimgidek boshda aytib o'tadigan narsalarimiz bu. Agar siz bu videoni birinchi emas, balki 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi videolardan ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz juda katta xato qilyapsiz. Iltimos, shu joyda to'xtating. Bu video darslarni birinchi, ikkinchi qismidan boshlab ko'ring. Demak, bu narsani tushunib olgan bo'lsak, boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz bu 5 complex structures. O'z aslida 10 ta complex structure bor. Demak, video ikki qismda bo'ladi. Ya'ni ikkinchi darsimiz ikki qismda bo'ladi. Birinchi 5 ta qismini o'rgatadi, ikkinchi 5 ta complex structure o'rgatar ekan. Demak, boshlaydigan bo'lsak, birinchi complex structureimiz, demak, bu yerda juda ham muhim. Birinchi darsimizni ko'rgan bo'lishligimiz. Agar birinchi dars ko'rmagan bo'lsangiz, hozirgi ko'rsatayotgan complex structurelarni katta ehtimol bilan tushunmaysiz. Demak, boshladik. Subject, verb, adverb va virgul qo'yilishi kerak bo'lar ekan. Demak, bizda subject bu the number of teachers, verb bizda fell bo'lar ekan, undan keyin markedly bizda fall bo'lar ekan. Fall bo'lar ekanman. Demak, adverb bizda markedly bo'lar ekan. Demak, bu yerda verb ing qo'yildi, demak, declining. Lekin bularning o'rtasida nima bor desanglar, virgul bor. Mana bizda turibdi. Qolib ketmasligi kerak virgul. Juda ham muhim element. Demak, number from 35 to 10. Demak, time bo'ladigan bo'lsa between 2000 and 2005 bo'lar ekan. E'tibor beramiz, bizda demak o'sha nimalar bo'ldi? Demak, qismlarga ajratib oldik. Endi yana bitta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, birinchi 3 ta demak, bazaviy formulamizdan bizni farq qilib turadigan xislati yoki xususiyati bu formulani bu verb, ikkita verb keladi yoki ikkita noun keladigan holatlari bo'lishi mumkin. Qarang, agar bizda birinchi fe'l tushishni ko'rsatsa, bu fe'l ham tushishni ko'rsatishi kerak. Ya'ni agar bu o'sishni ko'rsatsa, bunisi ham o'sishni ko'rsatishi kerak. Lekin ikkalasi bitta fe'l bo'lmasligi kerak bo'lar ekan. Nima degani? Misol uchun bu yerda fall deb ishlatdingiz, bu yerda falling deb bo'lmaydi. Nimaga? Chunki sizning gapingiz monoton chiqib qolar ekan. O'shaning uchun, misol uchun fell bizda tushishni bildirsa ham, bu yerga ham fall deb ishlata olmaymiz. Nima uchun? Bir xil bo'lib qoladi. O'shaning uchun biz decline so'zi bilan declining, ya'ni tushishni bildiradigan so'zni nima qildik? Yozib oldik. Demak, asosiy, demak, yaxshi tarafi nima? Bu strukturamizni biz ing clause, ya'ni complex yoki advanced structure ishlatayotgan bo'lamiz. Demak, mana virgul va ing ishlatayotganimiz o'zi aslida nima bo'lar ekan? O'sha complex structure ekanligini ko'rsatib turadi buni. Xo'p, tushundinglar degan umiddaman. Demak, bu narsa yaxshi balo beradi. Grammatikada B2, C1 levellarda bo'ladi adashmasam. Grammatikada, demak, C1 leveldagi grammatika mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi, taxminan. Xo'p, demak, bu hozirgi ko'rsatgan strukturam orqali yozilgan gap. Bu nimani tasvirladi? Mana bu narsani tasvirladi bizda. Demak, the figure for local fixed line, bizda subject, rows, verb, gradually, adverb va bizda undan keyin virgul bor. Undan keyin bo'lsa increasing. Demak, rows ishlatilindi. Rising demayapmiz. Nima uchun? Bir xil bo'lib qolmasligi kerak. Monoton bo'lmasligi kerak. O'shaning uchun increasing dedik. Demak, undan keyin number bo'ldi. Ya'ni from 70 billion minutes 1995 bu time bo'lar ekan to 90 billion minutes. Hop, bu number bo'lar ekan 1999 bu bizda time bo'lar ekan. Tushundinglar degan umiddaman. Endi bizda mashqqa, ya'ni o'zingiz praktika qiladigan joyga keldik. Bu gap o'sha birinchi bazaviy formulani birinchi formulasida berilgan. Endi siz o'sha birinchi formuladagi gapni hozirgi o'rgangan 5 ta complex structure'imizni birinchisida o'rganganimizni qo'llab yozishingiz kerak bo'lar ekan. Demak, men 5 sekund har bitta mashqimizda 5 sekund jim turaman videoda. Siz o'sha payt videoni pauzaga qo'yasiz va o'zingiz yozib olishingiz kerak bo'lar ekan. Boshladik. Xo'p, demak, boyagi formuladan demak foydalangan holda siz buni o'zgartirgansiz degan umiddaman. Yana bitta narsa aytib ketishim kerak, ya'ni dars qilish o'sha odoblardan bittasi desak bo'ladi.
bu o'rgangan narsangizni yozib, bitta narsa o'rgandingizmi, kam bo'lsa ham sraz yozib olingda tushunishga harakat qiling. Chunki bundan keyin bu yoqda sizga praktis beraman. O'sha praktisni ishlaysizda tezroq nisbatan tezroq o'rganib ketasiz. Vallohu alam, mana shu bitta example o'zini ishlab ham yaxshi natija qilib olishingiz mumkin bo'lar ekan. Agar o'sha bitta nima desa bo'ladi, tushunib olsangiz, mana shu tushuniladigan o'sha key joyini, juda ham muhim joyini tushunib oladigan bo'lsangiz, shu yerdan xudo xolisa bitta mashq ishlansangiz ham, demak, yaxshi natija qilishga yordam beradi sizga. Xo'pmi? Yaxshiroq mavzuni o'rganishga yordam berar ekan. Demak, javobini ko'rib chiqamiz. The amount of beef consumed fell markedly. Demak, bizda the amount of beef bizda consumed gacha bo'lgan joy subject, fell bizda verb, markedly adverb va undan keyin virgul berildi. Undan keyin bo'lsa declining, qarang, declining va fell bizda ikkalasi qarindosh. Demak, bu ham tushishi biladi, lekin ikkalasi bitta emas. Tushunarli? Xo'p, from 220 grams to 170 grams. Bu bizda number bo'lar ekan va between 1979 and 1982 bizda bu time bo'lar ekan. Boyagi nimamiz bilan strukturamiz bilan bir. Endi sizlar bilan ikkinchi strukturani o'rganamiz, complex structure. Demak, ikkinchi complex structureimiz nimasi bilan ajraladi? Ikkinchi complex structureimizda ing clause emas, balki relative clause ni o'zi ishlatilar ekan. Demak, subject, the number of teachers bizda. Demak, virgul qo'yildi. Mana virgul qo'yildi bizda yana. Xo'p, stood at, with stood at. Bizda bu fiksirованный nima bo'lar ekan? So'zimiz with stood at. Undan keyin number yozamiz, undan keyin time yozamiz, optional. Agar siz vaqtni oxirida bermoqchi bo'lsangiz, bu yerga yozishingiz shart emas. Demak, we stood at 35 in 2000. Demak, 35 da turgan 2000-yilda. Demak, undan keyin virgul qo'yilyapti, chunki bu o'sha non-defining relative clause'lar bo'lganligi uchun virgullar bilan yopiladi. Xo'p, demak, keyin verb yozildi, fe'l yozildi, bu yerda fell bo'ldi. Undan keyin adverb, ya'ni markedly. Undan keyin number yozildi, demak to 10 10 ga tushgan va undan keyin time, ya'ni 2005. E'tibor bergan bo'lsanglar, xuddi boyagi formulani o'zi, lekin ya'ni to'g'ri gapdagi ma'noni o'zi, lekin boshqacha formula bilan yozilayotgan ekan. Sizlar bilan bitta example ko'ramiz. Ya'ni boyagi ko'rgan example'imizni endi bu formulada, ya'ni mana bu o'zgarishni hozirgi o'rgangan ikkinchi complex structure'imiz orqali ko'rib chiqarganmiz. Demak, the figure for local fixed line, which stood at 70 billion minutes in 1995, rose gradually to 90 billion minutes in 1998 bo'lar ekan. E'tibor beramiz, bu yerda subject bo'ldi, ikkita virgullar qo'yilgan, e'tibor beramiz. Uni o'rtasida, ya'ni relative clause'imiz bor, which stood at 70 billion minutes in 1995. Undan keyin verb, adverb, time, number va time bo'lar ekan. Xo'p, tushundinglar degan umiddaman. Demak, buni o'tkazamiz endi. Xo'p, endi sizlarni o'zingizlarga vazifa bo'lar ekan bu. Siz o'zingiz qilishingiz kerak. Boshladik. 5 sekundga men jim turaman. Siz buni hozirgi o'rgangan formula orqali yozishingiz kerak bo'lar ekan. Boshladik. Demak, qilib bo'lgansizlar degan umiddamiz. Javobimiz mana shu bo'lar ekan. Solishtirib ko'ring. Qarang, har safar o'rganayotganingizda, har safar videoni ko'rayotganingizda o'zingiz to'xtatib o'qishga harakat qiling. Men o'qishimdan oldin. Shunda xudo xolasa, o'sha effektni olayotgan effektingiz 2 karra, 3 karra, 4 karra, 10 karra zo'r bo'ladi xudo xolasa. Xayolni bitta joyga qo'yib, o'zingiz o'qib chiqing, keyin meni eshiting, xo'pmi? Xo'p, the amount of beef consumed, demak, bu bizda subject, va undan keyin virgul qo'yildi. Which stood at, fiksirovanный so'zimiz bor edi, at 220 grams in 1979. Va undan keyin yana nimamiz bor ekan? Virgulimiz bor ekan. Fell, tushdi, ya'ni verb, markedly, adverb, 270 grams, ya'ni number. Undan keyin bo'lsa in 1982. Endi bu bizda nima ekan? Time bo'lar ekan. Xo'p, uchinchi complex structure'imizga o'tarkanmiz. Uchinchi complex structure'imiz ham o'zgacha. Nima uchun? Chunki there was an adjective noun in subject. Wow. Demak, bu o'sha esingizda bo'lsa, three basic structures'ni ikkinchi strukturasi edi bu. To'g'rimi? Undan keyin biz nima qilamiz?
Bu yerga demak virgul, ya'ni o'sha koma qo'yganmiz. Mana koma qo'ydik. Undan keyin which yozamiz. Mana which yozdik. Undan keyin verb yozamiz. Mana went down. Undan keyin number yozamiz, ya'ni from 35 to 10. Undan keyin time yozamiz, 2000-2005-yil. O'qiydigan bo'lsak buni, there was a marked fall in the number of teachers, which went down from 35 to 10, 2000 to 2005. Juda ham chiroyli gap bo'ldi. Bu yerda ham relative clause bilan there was'li strukturani ishlatayotganimiz uchun grammatikamizda range ni oshirib beradi. Tushundinglarmi? Complex structure yaratib berar ekan. Demak, endi boyaga o'zgarish yana mana o'zgarishi esingizda bo'lsa, hozirgi, ya'ni 3-complex structure'imiz bilan yozar ekanmiz, nima o'qib ko'ramiz, ya'ni yozilganini o'qiymiz. There was a gradual rise in the number of minutes of local fixed line, comma, which went up from 70 billion minutes to 90 billion minutes between 1995 and 1998. Demak, bizda nima berildi bu? O'sha hozirgi 3-o'rgangan complex structure'imiz bilan yozilgan ekan. To'xtating, agar nima qilmoqchi bo'lsangiz, razbor qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz razbor qilib chiqishga harakat qiling. Iloji boricha birinchi o'sha yozib olib, boya aytganimdek, yozib olib turib, bu yoqda nima deydi, daftaringizdan qarab, sekin-sekin o'sha solishtirib o'rganganingiz ancha ham effektivroq bo'ladi. Bitta video 20 minut 30 minut bo'lar, siz shuni maylim 40 minut ko'rsangiz ham zato o'rganganingiz foyda. Xo'p, demak, yana o'sha example'imiz. Shu example'ni siz 3-formula bilan yozib ko'rishingiz kerak bo'lar ekan. Demak, 5 sekund jim turaman. Sizlar videoni to'xtatasizlar va o'zingizlar yozasizlar. Demak, bo'lgan sizlar degan umiddaman. Boshladik. Demak, there was a market fall in the amount of beef consumed, virgul, which went down from 220 grams to 170 grams between 1979 and 1982. Juda ham chiroyli chiqdi. Demak, o'rgangansizlar, o'rganib ketyapsizlar va o'zingizlarga yozib ketyapsizlar degan umiddaman bolalar. Xo'p, 4-formulamiz. 4-formulamizda e'tibor beringlar, relative clause bor va but ishlatilgan va undan keyin past perfect ishlatilyapti. Juda ham kuchli formulamiz. Xudo xolasa o'sha C1 levelli yoki undan ham kattaroq bo'lgan structurelarimizdan bittasi. Xo'p, demak, birinchi qismi, demak, there was an adjective in subject. Bizda 3 basic structures ni nimasi ekan? O'sha ikkinchisi bo'lar ekan. Which stood at number ham o'rgandik sizlar bilan. To'g'rimi? O'sha number ni ham o'rgandik. Va bu yog'i endi yengillik bo'ladi sizlarga. Demak, hozir mana shu yerda, demak, bizda virgul bor which student bilan, buni hamma biladi. Mana qizil bilan belgilab qo'ydim. Buni ham biladi, qizil bilan belgilab qo'ydim. Endi but had the verb 3 number by time ishlatiladi. Demak, o'qiydigan bo'lsak, there was a market fall in the number of teachers which stood at 35 in 2000 but had declined to 10 by 2005. E'tibor beringlar, yildan oldin by ishlatilindi, in emas. Nima uchun degan savol bor. Chunki bizda past perfect, ya'ni past perfect bo'layotganligi uchun nima bo'ldi? Demak, o'zi past perfectlarda vaqtdan oldin, periodlardan oldin by ishlatilinishi kerak. O'sha qoidaga demak bo'ysunar ekan. In qo'ysangiz sal xatoroq bo'ladi, chunki in bo'lsa o'sha past simple ishlatilinishi kerak bo'lib qoladi. Xo'p, nima uchun past perfect ishlatyapmiz? Chunki o'tgan zamonda ko'pincha grafimiz tushadi. O'sha o'tgan zamonlarda perfect zamonlarni 1-2 marta ishlatib olish kerak. Shtob o'sha grammar range degan joyiga tik, ya'ni plus olishligi uchun, grammar range range qilibdi deyishligi uchun, o'sha joyiga ball ko'proq olish uchun. Tushundinglar? Endi xuddi shu formuladan foydalangan holda boyaga o'sha o'zgarishni tasvirlaymiz. Demak, there was a gradual rise in the figure for local fixed line, virgul, which stood at 70 billion minutes in 1995, virgul, but had gone up to 90 bo'lishi kerak. Mana shunda xato yozibman. 90 billion minutes by 1998. Demak, ko'rdinglar, moshni formula boshqacha eshitilyapti. Birinchi yozganlarimiz 3 ta basicdan umuman boshqacha eshitilish boshladi. Endi sizlar bilan mana shu structureni yana boyagi gap bilan nima qilishimiz kerak bo'lar ekan?
Buni demak rewrite qayta yozishimiz kerak ekan. Yana 5 sekund jim turaman. Siz o'zingiz ijod qiling, o'zingiz yozing. Boshladik. Demak, bo'lgan sizlarga umiddaman. Mana javobi. Demak, there was a market fall in the amount of beef consumed, which stood at 220 grams in 1979, but had declined to 170 grams by 1982. Juda ham chiroyli. Demak, buni ham o'rgandingizlar bilan. Va oxirgi 5-complex structure'imiz bu bizda nima ekan? Gerund clause bo'lar ekan. Starting at fixirani so'z bizda. Starting at number, undan keyin time va undan keyin bizda virgul bor ekan. Starting at 35 in 2000 virgul qo'yildi. Mana. Demak 35 bizda number, in bo'lsa time bo'lar. In 2000 bo'lsa time bo'lar ekan. Subject bizda the number of teachers, o'qituvchilarning soni. Verb declined. Adverb qo'ysanglar bo'ladi. Men yozayotganimda esimdan chiqarib qolman shekilli. Adverb deylik, mana shu markedly deb qo'yib ketamiz. To 10 number bo'ldi bu va time bizda nima bo'lar ekan? 2000 bo'lar ekan. Молодцы. Endi demak, sizlar bilan mana shu joyda boyaga o'zgarishi yana tasvirlaymiz. Starting at 70 billion minutes in 1995, the figure for local fixed line rose gradually, dramatically bo'lishi kerak, dramatically to 90 billion minutes in 1998. Juda ham chiroyli. Buni ham bir marta ishlatsangiz, o'sha gerundlarni ishlatish bilar ekan, reduced relative clause bilar ekan, relative clause bilar ekan, past perfect ishlata olar ekan. Bitta shu structurelarni ishlatadigan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda, xudo xolisa, grammar ranges kamida 7 bo'ladi. Tushunarli? Xudo xolisa xato qilmasdan ishlatsangiz. Demak, bu siz o'zingizga berilgan vazifa bo'lar ekan. Demak, o'sha vazifani siz hozir 5 sekund men jim turaman, videoni to'xtatasiz, o'zingiz yozasiz. Yozing. Demak, bo'lgan sizlar degan umiddaman. Javobni ko'rsataman. Demak, javobi starting at 220 grams in 1979, the amount of beef consumed declined to 170 grams in 1982. Javobini oldik demak. Sizlar bilan buni nima qildik? O'rgandik. Solishtirib chiqing iloji boricha va structure'ga agar noto'g'ri yozayotgan bo'lsangiz hech qanaqa muammosi yo'q. Structure'ni boshqatdan qaytaring, videoni boshqatdan ko'ring, kommentariyaga yozing, savol so'rang. Xudo xolisa, vaqtim bo'lganda sizga javob qaytarishga harakat qilaman. Demak, bizda o'rgangan complex structure'imiz 5 tasi. Iltimos, shu yerda videoni to'xtating. Qancha vaqt kerak? 1 minut, 2 minut, 3 minut, 10 minut. To'xtating, qaytadan o'qing, daftaringizga ko'chiring. Buni qilganingizdan keyin sizga hozir vazifa beraman. Boshladik. 5 sekund to'xtataman. Sizlar yaxshilab o'qib olinglar, tahlil qilinglar. Demak, tahlil qilgansizlar degan umiddaman. Endi siz demak Mamitdagi o'zgarishi, demak Bahamadagi, demak the number of motor vehicles ni o'zgarishini, ya'ni kamayyapti, kamayganini yozishingiz kerak bo'lar ekan. Iltimos, demak mana tepadagi gapimizni nima qilishingiz kerak siz? O'zgartirib chiqishingiz kerak 5 ta complex structure ga. Tushunarli? 5 sekund jim turaman. Siz qancha vaqt kerak bo'lsa to'xtating, shuni yozing, keyin ko'ring, lekin ko'rib qo'ymang oldin, xo'pmi? Birinchi yozing, yozishga harakat qiling. Maylim xato bo'lsin, maylim inexperienced deb his qilayotgan bo'ling, lekin o'zingiz yozing, xo'pmi? Mayli o'sha structurelarni oldingizga qo'yib oling xohlasangiz. Shunaqa qilib yozing. Juda muhim bu narsa. Demak, 5 sekund jim turaman, keyin javoblarni ko'rsataman. Demak, tugadi 5 sekund vaqtimiz. Demak, bo'lgansizlar, yozgansizlar degan umiddaman. Iltimos, yozgan bo'linglar qilib. Demak, javoblarimiz. Xo'p, bu javoblar demak o'qib chiqadigan bo'lsak, the number of motor vehicles in Bahamas bo'ladigan bo'lsa, bizda subject bo'lar ekan. Declined bizda nima bo'lar ekan? Verb bo'lar ekan. Markedly adverb bo'lar ekan. Va bizda virgul bor, falling verb ing from 235 demak number in 1990 time 287 bu bizda number va in 2000 yana time bo'lar ekan. Keyingisi the number of motor vehicles in Bahamas subject virgul which stood at fixirованный source 235 number in 1990 time virgul declined verb
markedly. Adverb 287, ya'ni number in 2000, time bo'lar ekan. Uchinchisi, demak, there was a market decline in the number of motor vehicles in Bahamas. Bilasizlar, there was the structure, which dropped from 235 in 1990 to 187 in 2000. Demak, strukturamiz uchinchisi. To'rtinchisi, there was an adjective, demak bizda relative clause va but had, ya'ni past perfectly strukturamizda. Demak, there was a market decline in the number of motor vehicles in Bahamas, which stood at 235 in 1990. Va bu yog'i past perfect edi. Mana bu yerga virgul qo'ydik, which dan oldin virgul qo'ygan bo'lishimiz kerak va time dan keyin virgul qo'ygan bo'lishimiz kerak. Undan keyin but had qo'yildi, demak, to'g'rimi? Had qo'yildi bizda. Undan keyin decreased, uchinchi shakli yo decrease o'shancha ed qo'shiladi. 187, ya'ni 187 ga tushdi. By 2000, ya'ni e'tibor beringlar, tepada hammasida in 2000 deb ketdi. Lekin faqat shu yerda by 2000 bo'ldi, chunki biz past perfect ishlatyapmiz. Yana bir marta qaytarib o'taman. Keyingisi, demak, bizda starting at bor. Demak, starting at nima degani bizda? Boshlaydigan bo'lsak, to'g'rimi? Boshlanib, starting at 235 in 1990, demak, 1990-yilda 235 tada boshlanib, the number of motor vehicles in Bahamas, ya'ni Bahamadagi motorli avtomobillarning soni declined markedly, sezilarli darajada tushdi. 187 taga in 2000, ya'ni 2000-yilda. Xo'p, demak, bu 5 ta complex structure'imiz darsi tugadi. Ko'rgansizlar degan umiddaman. Iltimos, ish qilib, praktikalarni qilib ketayotgan bo'lishingiz kerak. Xo'p, endi sizlarga, demak, birinchi darsimizda qanaqa o'sha example-li graflar bergan bo'lsam, xuddi o'sha example-li graflarni pastga homework qilib, mana shu videoni kommentariyasiga, ya'ni Olimjon IELTS mentor kanalimiz bor. Demak, Telegramda sizlarda bo'ylayman. Demak, Telegramga qo'shilib olinglar, iltimos. Xo'p, demak, bizda Olimjon Shokirov, demak, mana shu profilda kanalimiz bor. Ismi IELTS Olimjon Shokirov yoki boshqacharoqmidi? Demak, chiqilib mana shu kanal belgilamoqchi edim, o'xshamadi. Demak, xo'p, demak, nima ekan bu? Telegramda Olimjon Shokirov Olimjon IELTS mentor kanaliga kiring, shu videoni toping va shu videoni tagida nima bo'lar ekan bizda? Homeworkimiz bo'lar ekan. Bu videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Videoning ikkinchi qismi, xudo xolasa, tashlab boraman. Charchamanglar, sog' bo'linglar.